Men quyidagi ma'nodagi hadisning sharhiga tushunmadim. Kim hamma g'amlarni bitta g'amga almashtirsa, ya'ni oxirat g'amiga, Alloh uning boshqa g'amlariga o'zi kifoya qiladi. Iltimos, to'liqroq tushuntirib bersangiz. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Bir hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilarki, kimda g'ami oxirat g'ami bo'lsa, Alloh taolo uni boyligini qalbiga solib qo'yadi. Uni ishlarini jamlaydi. Unga dunyo bo'ysunib keladi deydilar. Kimda g'ami dunyo bo'ladigan bo'lsa, uni faqirlik uni ikki ko'zini o'rtasida turadi. Ishlari tarqaladi. Lekin unga dunyodan faqat taqdir qilinganigina keladi deb marhamat qiladilar. O'sha hadisga ishora qilyaptilar shekilli bu kishi. Demak, bu hadis sharifda sharh shundayki, kim g'ami oxirat g'ami bo'lsa degani bu hamma kasbkorni tashlab dunyodan uzilish yoki tarki dunyo qilish deb tushunmaslik kerak. Chunki hammamiz har sohada ishlaymiz. Kimdir diniy sohada, kimdir tibbiyot sohasida, kimdir qurilishda ishlaydi, kimdir ta'limda, kimdir tijoratda ishlaydi, kimdir xizmat ko'rsatish sohalarida ishlaydi. Mana shu qilayotgan tirikchiligi ham halollik uchun bo'lsa, odamlarga foyda keltirish, mana vatanga xizmat qilish niyatida bo'lsa, o'sha halol kasb qilish niyatida bo'lsa, bu ham oxirat g'ami hisoblanadi. Shu oxirat uchun tayyorgarlik bo'ladi bu ham. Shuning uchun o'sha inson, demak, Alloh taolo mendan rozi bo'layaptimi? Shu qilayotgan ishlarimdan ham o'zimga ham xalqqa, yaqinlarimga foydam tegyaptimi? Mana shu qilayotgan ishlarim ham din diyonatga, ham urf odatga, ham boshqa umumiy insoniy huquqlarga, haqlarga to'g'ri kelyaptimi degan bir tushuncha bilan yashasa, demak, uni g'ami oxirat g'ami desak bo'ladi uni. Chunki uni baribir oxirgi shu nimasi, maqsadi, g'oyasi shu oxiratda yuzi yorug' bo'lish uchun dunyoda ham bir chiroyli hayot kechirish bo'lganidan shunday. Bunday odamni demak Alloh boyligini qalbiga soladi, ya'ni qalbi nafsi to'q odam, haqiqiy boy odam bo'ladi. U Alloh berganiga qanoat qiladi, haloldan ishlab topadi, o'ziga, oilasiga, yaqinlariga yetarlicha mol kasb qilishga harakat qiladi haloldan. Alloh uni ishlarini jamlaydi, xotirini jam qiladi, oilasiga xotirjamlik ato qiladi va dunyoningizdan xor bo'lib yugurmaydi. O'sha ochko'zlik bilan, harislik bilan yugurmaydi, balki Alloh taolo o'sha unga nasibasini yetkazadi, o'sha xorlik yetmasdan odamga yetkazadi. Endi buni teskarisi bo'lsa, hamma maqsad dunyo uchun bo'lsa, o'sha na din diyonat, na boshqalarga foyda yetkazish, na vatanning ravnaqi, faqat xudbinlik bilan faqat o'zini o'ylab, faqat dunyo uchun, oxiratni unutib dunyo uchun harakat qilib boshlasa, inson endi uni Alloh faqirlikni ikki ko'zini o'rtasiga qo'yib qo'yadi. Ya'ni shu ko'z o'ngida turadi unda faqirlik, o'sha faqirlikdan qo'rqish, ochko'zlik, nafsni ochko'zligi uni ko'zini o'ngida turadi. Bunday insonlar tinimsiz yuguradi, hattoki o'sha yetarli mol dunyoga ega bo'lgandan keyin ham o'sha ochko'zlik bilan davom etish, balki katta yana o'zini bir nojo'ya ishlarga urish orqali katta qarzga kirib ketish, shunday holatlar ham kuzatiladi albatta. Ishlari tarqaydi, yuqorida aytganda, lekin Alloh taqdir qilgan narsa, o'sha halolmi, harommi, hammasini topaman, to'playman desa ham Alloh taqdir qilgancha narsaga erishadi. Undan ortig'iga erisha olmaydi. Vallohu a'lam bissavob.